alaykum aziz qo'shiqsevar bolajonlar. Bolajon telekanalining doimiy ashaddiy muxlislari. Sizlar bilan yana quvnoq notachalar ko'rsatuvi. Bugun sizlar bilan kim epchilu, kim chaqqon qo'shig'ini o'rganamiz. Tayyormizmi? Ha. Xo'p, tayyor bo'ladigan bo'lsak, ovoz sozlash mashqlaridan ham kelinglar, xuddi shunaqa epchil, chaqqon ovoz sozlash mashqlarini olamiz. Turdik o'rnimizdan, turdik. Bo'lmasam, tortishmoqcha o'ynashga harakat qildik-ku. Eng bo'yi baland Maftuna ekan. To'g'rimi? Maftunani o'rtaga olamiz. Endi Maftuna turadi, mana qilib. Bitta tomonidan tortishmoqcha o'ynaymiz. O'rtada Maftunani kim o'zini tomoniga tortishi mumkin. Tayyormizmi? Xo'p, endi mana qilamiz. Boshda o'rganamiz. Mi, yo, hamma Maftuna bilan bu tomonga, rayona tomonga qarab ketadi. Keyin ziga qaytamiz. Zi, yo, pastga qarab kelamiz. Kamron tomonga kelishdikmi? Ketdik. 1, 2, 3, 4. Mi, yo. Endi bu yoqqa Ziya. voy, stullarga ehtiyot bo'lamiz. Ketdik yana. Ziya. Ziya. Xo'p, endi Maftunaga o'xshab hamma turib olsin. Hamma Maftunaga o'xshab turib oladi. Sal kengayamiz. Do. Oyoqlarimiz mana bunaqa turib olgan holatda. Xo'p, do. Sekin, keyin sakrash. Oyoqlarimizni yerdan uzib, baland sakraymiz studiyadan chiqib ketadigan darajada. U keyin faqat do. Oyoqlarimiz faqat tovoni yerdan uziladi, uchi barmoqlarimiz yerda qoladi. 1, 2, 3, 4. Do. Yaxshi, endi xuddi shu yerdan oyoqlarimiz hammasi yerdan uziladi, kim balandroq sakrashi mumkin. Yo. Faqat tizzani ozgina bukamiz, faqat mamnaqasiga sakraymiz. Kelishdiga qaranglar. Yo. Qani bir ketdik. Ey, chaqqonlar, epchillar. Faqat notachalarda bo'lsin. Yo, baravarga 3, 4. Yaxshi. Zo'r. Yaxshi. Bo'ldimi? Nima bo'ldi? Ha? Yaxshimi? Charchab qolmadinglarmi? Ha? Ovoz buzish mashqlarini davom ettiramizmi? Ha. Xo'p, ovoz sozlaymizmi, buzamizmi? Sozlaymizmi? Yaxshi. Mi, yoda o'tiramiz. Zi, yoda turamiz. Kelishdikmi? Ketdik. Miya. Ziya. Bolalar shoiri Anvar Obidjon so'zlariga, Avaz Mansurov musiqasiga kim epchili, kim chaqqon qo'shig'ini o'rganishda boshlaymiz. Bu qo'shiq juda ham mashhur, ko'p yillar davomida aynan sizlarda hattoki adiylar, oyilar, ammelar, tog'iylar kuylagan bo'lishi mumkin ushbu qo'shiqni. Yoshliklarida, estafetalarda, turli xil bolalar musobaqalarida ushbu qo'shiq madhiya sifatida yangragan. Ushbu qo'shiqni mana sizlar yillar davomida sal unutilib ketdi. Yana qaytarib repertuarimizga olib kirdik. Xo'p, ketdik. Naqoratdan boshlaymiz. Anvar Obidjonning she'riga Avaz Mansurov aynan naqoratini birinchi planga, birinchi olib qo'yganlar. Navbatda sen ohusan, men jayron. Sen ohusan, men jayron. Kim epchilu, kim chaqqon? Kim epchilu, kim chaqqon? Botirbekmi yo Rayhon? Botirbekmi yo Rayhon? Nodirbekmi yo Oyxon? Nodirbekmi yo Oyxon? Kim epchilu, kim chaqqon? Kim epchilu, kim chaqqon? Endi bu nimani bemalol o'zingizlarni so'zingizlarga Kamronbekmi, ismingiz hozir hayolimdan ketib qoldi-ya. Odina, o'zgartirmang ismingizni boshqa. Kamronbekmi, Odina, Imonami, Maftuna. Kim epchilu, kim chaqqon deb o'zgartirsanglar ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Faqat qo'shiqda emas. Kelishdingmi? Xo'p, endi sen ohusan, men jayron. Qaytarib qo'ying shu joyini. Sen ohusan, men jayron. Kim epchilu, kim chaqqon? Kim epchilu, kim chaqqon?
Yaxshi, sen ohusan, men jayron, kim epchilu, kim chaqqon. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Kelinglar, maftunadan u yog'i aytadi, keyin maftunadan bu yog'i aytadi. Maftuning jim bo'ladi. Sen ohusan, ketdik. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Endi sizlar. Sen Sen. Aha. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Endi maftunani o'zi. Nodir bekmeyor rayhon. Yo'q, sen ohusan o'zi. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Barobarga hamma. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Yaxshi. Botirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Oyxon? Botirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Oyxon. Kim epchilu, kim chaqqon? Kim epchili, kim chaqqon. Botirbekmi yo Rayhon? Botirbekmi yo Rayhon, Tandirbek dedilarmi kimdek? Botirbek. Ha, Botir don edi. Botirbekmi yo Rayhon? Botirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Oyxon? Yog'ini aytavringlar, men ketaveraman. O'zingizlar tugatib qo'yasizlar. Hop. Xo'p deydi-ya. Botirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Oyxon? Botirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Oyxon. Kim epchilu, kim chaqqon? Yana kim epchilu, kim chaqqon? Kim epchili, kim chaqqon. Tomog'inglar qisilib qolyapti. Kim epchilu, kim chaqqon bo'lyapti. Kim epchilu, kim chaqqon? To'siqsiz bemalol chiqib ketish kerak. Tomog'ida to'siqi umuman ovoz uchrashi kerak emas. Yengil bo'lsin. Ketdik. Kim epchilu, kim chaqqon? Barakalla. Ana endi birinchi bandga ham yetib keldik. Epchil bola maydonda. Epchil bola maydonda. Qunar chaqqon qiz bilan. Qunar chaqqon qiz bilan. Qunar chaqqon qiz bilan. Qunar chaqqon qiz bilan. Davramizga marhabo. Davramizga marhabo. O'yna biz bilan. O'yna biz bilan. Epchil bola maydonda. Epchil bola maydonda. Epchil bola nima bo'ldi? Quloq epchil emasmi? Epchil bola maydonda. Pastroq aytinglarchi? Epchil bola maydonda. Yaxshi. Qunar chaqqon qiz bilan. Qunar chaqqon qiz bilan. Bo'ladi. Davramizga marhabo. Davramizga marhabo. O'yna biz bilan. O'yna biz bilan. Yaxshi. O'yna biz bilan. O'yna biz bilan. Yaxshi. Epchil bolada bitta qo'shib ko'raylikchi. 1 2 3 4. Epchil bola maydonda. Baqirma. Qunar chaqqon qiz bilan. Davramizga marhabo. O'yna biz bilan. O'yna biz bilan. Yaxshi, naqoratini qaytaramiz. Sizlarga negadir balandlik qilyapti, to'g'rimi? Qani epchil balandlikka intilish kerak-ku. Qani epchillar, qani chaqqonlar? Qani dangasalar? Ketdik. Sen ohusan, men jayron. Naqorat bilan birinchi bandni qo'shib ko'ramiz. 1 2 3 4. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Sen ohusan, men jayron, kim epchili, kim chaqqon. Nodirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Oyxon? Kim epchilu, kim chaqqon? Epchil bola maydonda. Qunar chaqqon qiz bilan. Davramizga marhabo. O'yna biz bilan. O'yna biz bilan. Hop. Ikkinchi bandga o'tamiz. Epchil bo'lu, chaqqon bo'l. Epchil bo'lur, chaqqon bo'l. Muz qaymoqlardan ko'p yuvur. Shunaqami? Hop, otash bo'lu, vulqon bo'l. Otash bo'lur, vulqon
bo'l. Barchinoydek shaddod qiz. Barchinoydek shaddod qiz. Alpomishdek polvon bo'l. Alpomishdek polvon bo'l. Musiqasi ham xuddi shunaqa. Epchil bo'lib chaqqon bo'l, otash bo'lib vulqon bo'l. Hozir bitta eshitib ko'raylik, ayta olmasa transport qilamiz. Transport nimaligini tushuntirib beraman. Ketdik. Epchil bo'lur chaqqon bo'l, otash bo'lur vulqon bo'l. Yaxshi. Bu balandlik qilyapti. Musiqada shunaqa hodisalar ko'p uchraydi. Aynan mana hozir tabiat hodisasi demaymiz-da, bularni o'zini asramagandan keyin tomog'ini kasal qilib qo'ygan betob tomoqlari. Transport degani ma'lum bir tonallikda yozilgan qo'shiqni, mana hozir do major deymiz, do majorda yozilgan tonallikdagi qo'shiqni biz tersa pastga la majorga olib chiqamiz. Shunda do notamiz la notasiga tushadi. Epchil bo'lib chaqqon bo'l, otash bo'lib vulqon bo'l. Qani aytib ko'ramiz, qani qulaymi, noqulaymi aytib ko'radi o'zlari. Epchil bo'lur chaqqon bo'l, otash bo'lur vulqon bo'l. Endi nima bo'lyapti? Qulaymi, noqulaymi? Qulay. Qulay. Lekin men sizlarni eshitsam noqulay bo'lib ketyapti. Bo'lyapti. Nima edi? Epchil bo'lib chaqqon bo'l, otash bo'lib vulqon bo'l. Epchil bo'lur chaqqon bo'l, otash bo'lur vulqon bo'l. Barchinoydek shaddod qiz. Barchinoydek shaddod qiz. Alpomishdek polvon bo'l. Alpomishdek polvon bo'l. Yaxshimi, qulaymi? Keling, naqoratini ham shu tonallikda o'rganishga harakat qilamiz. Xo'p, la majorda bo'ladigan bo'lsa, tortishmachoq o'ynaymiz. Bekinmachoq. Voy, bilasizlar davomini, tomoshabinlar ham bilsin. Topishmachoq o'ynaymiz. Tortishmachoq o'ynaymiz. Ha, tortishmachoqida. Men boshqacha o'ylabman. Tortishmachoq o'ynaymiz. Arqon tortishni kim o'ynagan maktabda? Kamron? O'ynaganmisiz? Kim yutgan? Naring komandami? Mayli. Yaxshilab shug'ullaning. Tortishmachoq o'ynaymiz, bekinmachoq o'ynaymiz. Tortishmachoq o'ynaymiz, bekinmachoq o'ynaymiz. Kim bekinmachoq o'ynagan? Xatlarga bekin olardinglar. Daraxtlar orqasigami? Biz yomon bo'lardi-da, hali bekin 1, 2, 3, 4 deganda orqasida turardik-da. Bunday qaraganda bunday aylanib olardi-da. Men yotdim deb nima qilib olardik. Daraxt ustiga chiqsa. Daraxtlar ustiga ham yaxshi. Xo'p, yurtga shodlik yog'dirib, Yurtga shodlik yog'dirib, shodon quvnoq o'ynaymiz. shodon quvnoq o'ynaymiz. Tortishmachoq o'ynaymiz. 1, 2, 3, 4. Tortishmachoq o'ynaymiz, bekinmachoq o'ynaymiz. Davom ettiringlar. Yurtga shodlik yog'dirib, shodon quvnoq o'ynaymiz. Shodon quvnoq o'ynaymiz. Yaxshi. Xo'p, endi qo'shig'imiz yoqdimi o'zingizlarga? Menga tomoshabinlarga ham nima qildi? Yoqdimi? Yoqmadimi? Yoki aylangani chiqib ketdimi yoki boshqa kanalga olib bordi deb o'ylaysizlarmi? Yoqdi. Barakalla. Xo'p, endi sizlar bilan qo'shiqni boshidan oxirigacha ashula va raqs holatida aytamiz. Kelishdingmi? Tomoshabinlarga tushunarli bo'lishi uchun qismini bitta naqoratini do majorda, tepasini la majorda kuylaymiz. Keyingisini tonalsani o'zgartiramiz. Tomoshabinlar ham quvnoq notachalar orqali tonalnost nima, transport nimaligini bilib olishadi sizlar orqali. Kelishdingmi? Demak, do majorda. Sen oxusan, men jayron. 1, 2, 3, 4. Sen oxusan, men jayron, kim epchil u kim chaqqon. Sen oxusan, men jayron, kim epchil u kim chaqqon. Bodirbek va Yorayxon, Nodirbek va Yorayxon, kim epchil u kim chaqqon. Rahmat. Endi pastga tushdik, la majorga. O'zi epchil bola maydonda bo'lish kerak edi. Sizlar epchil bola maydonda transport bilan ketadi. 1, 2, 3, 4. Epchil bola maydonda o'ynab chaqqon qiz bilan. Davramizga marhabo, o'yna o'yna biz bilan. O'yna o'yna
o'yna biz bilan. Yaxshi, endi xuddi shu joyda sen oxusan, men jayron. Pastga kuylaymiz. La majorda naqoratini kuylaymiz. 1 2 3 4. Sen oxusan, men jayron, kim epchil, kim chaqqon. Sen oxusan, men jayron, kim epchil, kim chaqqon. Nodirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Rayhon, kim epchil, kim chaqqon. Yaxshi, endi do majorga bandini olib chiqamiz. Epchil bo'luv, chaqqon bo'l. 1 2 3 4. Epchil bo'lur, chaqqon bo'l, otash bo'lur, vulqon bo'l. Barchinoydek shaddod qiz, arpamishdek polvon bo'l. Arpamishdek polvon bo'l. Tomog'inglar tuzalganda xuddi shu pardada aytasizlar. Hozir biz yana la majorga tushamiz. 3-band boshdan oxirgacha. Bandi ham, naqorati ham la majorda. Marhamat. Sen oxusan 1 2 3 4. Sen oxusan, men jayron, kim epchil, kim chaqqon. Sen oxusan, men jayron, kim epchil, kim chaqqon. Nodirbekmi yo Rayhon, Nodirbekmi yo Rayhon, kim epchil, kim chaqqon. Tortishmachoq. Tortishmachoq o'ynaymiz, bekmachoq o'ynaymiz. Yurtga shodlik yog'dirib, shodon-quvnoq o'ynaymiz. Shodon-quvnoq o'ynaymiz. Yoqdimi qo'shiq? Ha. Xo'p, quvnoq notachalar bilan quvnoq bolachalar. Nima deymiz tomoshabinlarga? Ko'rishguncha!